XM o'sha XM yaqin yangi kurs ochildi. Polni mana bolalar talab qildi, o'rgating. Nu mana ochdik. Birgalikda bitta darslar bo'lyapti. Noldan mana siz future scalp savdo qilmoqchimisiz? Bemalol yozinglar adminlarga qo'shib qo'yamiz. Ichida mana darslar boshlangan. Вот, masalan, birinchi dars o'tildi, ikkinchi dars o'tildi. Nu mana masalan bolalarni har kuni nima desa bo'ladi? Analiz qilyapti. Masalan, sabab nima qildingiz, darsda nimani tushundingiz, har bittasi savol javob qilinib, dars o'tilyapti. Mana har bitta darsdan keyin vazifa bor. Vazifalar bajaryapti-da. Siz mana uzoqchana keyin xuddi shunaqa vazifalar berilgan, o'shani tugatib, keyin keyingi darsga o'tilgan. Hamma bir kishi uchun-da bitta. Masalan, kimdir qolib ketsa, o'sha qilmasa, o'shanga masalan dars o'tilmaydi. Bo'ldi. Mana shunday davom etib ketyapmiz. Hozir yaxshi ketyapti. Bu yoqqa xudo xolasa yana o'qituvchilar bu odamlarni chaqirib bu yerga master klass, mana uzoqchana ekan, o'zi ham master klass o'tib beradi bitta qilib. Nasib, просто men darslarni o'tkazib olay, bir 10 ta 15 ta dars o'tib olsin, undan keyin asta master klass qilib faqat strategiya bo'ladi bu yoqda. Nasib vot. Endi puli bu narsa deyishinglar mumkin. Endi qaranglar, bu men bor narsamni sizlarga o'rgatyapman. O'zim ichimdagi bor narsani. Bu narsani какой-то men musor odamlarga o'rgatish niyatim yo'qda, bepulga berib yoki bir o'zimning nomimni pastga tushirgan holda. Nu pulli qancha deyishinglar mumkin. Yozinglar, hozir narx farqini aytmaylik. Yozinglar, o'zinglar, yozsanglar nasib qo'shib qo'yamiz. Birgalikda